Hammaga salom, sizlar bilan Albek Player. Bugungi videoda biz serverda qo'shilishib o'ynaymiz. Mana bu meni juram kanali Zero Gamer kurslar juda ham zo'r videolar qiladi. Bugun ham o'zi yangi video qilgan. Bu bo'lsa meni ukam kanali Albek Player. O'zimning kanalim bo'lsa Albek Player 2. Meni kanalimga ham obuna bo'linglar. Meni ham kanalimga obuna bo'linglar. WhatsApp nega hammalarga salom bo'ldi. Kanalga obuna bo'lib, like bosing, shartdan chiqmasin. WhatsApp. Ha. Bitta uyni tezroq bitiraylik, Daraxt bo'lmayin, juda ham ko'p daraxt. Men daraxt chopaman o'zimni. Men bo'lsam ikkinchi etaj qurishni boshlayveraman. O'zim xohlaganimni. Musto, sen olyapsan narsalarni? Yo'q, faqat o'tirni oldim. Nimaga o'tin yo'q qoldi degan sabab shu ekanda. Mayli, endi men ikkinchi etaj, uchinchi etaj meniki bo'ladi, bachalar. Meniki uchinchi etaj. Bir meniki. Agar bolalar bu video ikkinchi qismini ko'rishni xohlasanglar, bu videomizga obuna bo'linglar. Qanaqa obuna bo'ladi? 5 ta like kerak bu videomizga. To'g'ri, 5 ta like yig'ib berish oson bo'lsa kerak, to'g'rimi? Ha, albatta. To'g'ri, to'g'ri. Eng kamida 5 ta like qilsangiz, bu videoning qismini yana mana shu uchalamiz videoga olamiz. Kanalga obuna bo'lishni ham unutmang. Muhammad aka qaqqansiz? Boryapman. Va shunday qilib narvon qo'yib olamiz. Endi bo'lsa uchinchi etajni boshlaymiz. Uchinchi etaj meniki bo'ladi. Chunki men buni men o'zim super chiroyli qilib quraman bu yerda. Sen qurma. Qanday qilishni men bilaman. Ha. Sen Narida olay. Sen o'zingning uyini qur. O'zini uyim ikkinchi etaj. Ha, o'shan bezat nimadir qida karotchi. Karotchi. Ikkinchi etaj meniki. Meniki. Birinchi etaj seniki bo'lib qolsin. Ikkinchi etaj meniki chiqib qolay. Uchinchi etaj meniki hechkim chiqmasin. Ikkinchi etaj meniki. Sizlarga hozir kravat berib chiqaman. Menga bitta. O'zing. O'zi nima ko'p ana karot bo'lib qoldi. Bir 5 tami qo'ying. Muhammad aka, boshqasiga olindi. Menga yo'qlayapti masrufingiz. Karoti bo'lyapman sizlar. Karoti bo'lyapman. 2 3. Albi, men senga nechta kravat kerak? 2 ta kravat beraman. Bitta yetaman. Qo'yib qo'y shu joyli. O'zimga to'g'rilab olaman. Mana qo'ydim bo'ldi. Mana balkondan zo'r chiqqani. Kommentariyada bu chiroyli chiqqanmi yo'qmi, o'sha necha bal qo'yishlaringlarni ham yozib ketinglar. Kimni qavati chiroyli chiqsa, o'sha yutadi. Eshitirmi? Shuning uchun kommentariyaga o'z fikrlaringizni yozib qolinglar. Yasavol, mana qo'yapman. O'zimni qavatim. Yasaylar. Men keyin tom yasayman. Tom shart emasmikan? Men juda ham ko'p o'tim botdi. Lekin tosh yetmay qolishi ham mumkin. Shuning uchun tomni o'tindan qilaman. Hamma joy ko'rinadi 3-etajdan. Kerak bo'la. Assalomu alaykum. Salom berishni o'rganyaptim ustoz. Sen salom berishni bilmaysan. Mana balkon Mustafon kim? Balkon meniki. Zo'rki ikkita tap bor. Shu bo'lib qolaveradi o'zimiz. Bilaman. Albi, ana shisani 3 taliqa, tepasida olib tasha. Qaysi? Nima? Yo'q, Buni turib qoldi. hozir tom qilaman bu yerda yozib o'zi. Yozmadir, olmoqchi edimda shishani chiqib. Bor ana. Cho'p kerak menga. Bitta qo'ydi jonim, topdim. Toshim tugab qoldi. Menga tosh yo'q. Menga bitta tosh. Men o'zimga kompyuter qurayapman. Ketdingizmi? Kompyuter qurayapman. Keyin hammani uyini alohida ko'rsatib chiqaman. Mana qara, bu yerdan o'zi tom yopib boraman. Chiroyli ko'rinyaptimi? Bitta qaraverdi. Tom qilib. Chiroyli
ko'rinyapti aka. tushib bitmasa kerak. Yana 3-etajga chiqish kerak bo'ladi. Muhammadjon akasiga ko'mir menga ko'mir kerak bo'lib turibdi. Shu ko'p prosmotr yig'i ekanman shu video. Kerak bo'ldi deyadi. Sizga bor. Menga pishirish uchun narsalar kerak. O'nlar bo'rakan, o'nlarni yasamoqchi edim. Mana endi tayyor bo'ldi, lekin men bitta tosh kerak edi tippasiga. G'ishda nima qilyapsan shishani? Mana kompyuter. Zo'r kompyuter, zo'r chiqibdi. O'zinglar masolinam berdi. Menga ortib qo'ygan narsalarni qo'yamizda, mana tosh kerakli tosh menga. Menga To'ychi 9 ta. qanday yasalaydi to'ychi? To'y ana bu g'ishtdan. Endi shop kechirim. Yana bitta qilib bo'lib qoldi. Menga qilich yo'q edi. Keling. Mayl, Hozir. kerak bo'lib qolish. 3-etajamsiz? Ha, uyimni bitkazyapti, mana shu yerga qo'yib. Past ketish? Ha, hozir buzib chiqaman. Men o'yimni buzmayman. Biz nima qilamiz? Men tashadim. Rahmat. Aha. Menga yana boyangi pastdagi o'tinlarni ham olishim kerak. Chunki menga o'tin kerak. Kerak. Men qadam topsam bo'ladi. Ana nima deyiladi? Nima? O'tin Yo'q. g'ishtim. Ha, g'ish. Ana suvdagi oq bloklar bular-ku. Bilaman. Topish bilan deyman-da, prosta. Shu Haliyam bolalar, kanalga obuna bo'lib, like bosmagan bo'lsanglar, mana shu ishlarni bajarib qo'yinglar. to'g'ri, chunki biz yozda oxirigacha 500 ta obunachi bo'lishimiz kerak. To'g'ri, akasini o'zini ko'ray. Vada, ikkita yotoq, nima ikkita yotoq? Keyinroq buni almashtiraman. Aka yotoq kerak emas-ku. Siz tumayib o'tasizmi? Menga faqat bittasi kerak. Farqi yo'q. Menga yana bitta tosh ham kerak bo'ladi. 32 suv chiqadi. Mayli, suv ham yo'q. 32 tosh kerak. Men bola kazim. Ketganimni mana nega daraxtni nima deb qo'ydim men? Tunnelga tushib ketdim. Daraxtni lapata deb qo'ydim. Sen kirka bersa bu. Yemay 32 ta kerak edi. Men ortig'i bilan olib ketamiz. Mana bo'lsa bizning uyimiz tashqaridan ko'rinishi. Marka juda ham zo'r bo'ldi. 3-etaj toshdan qilingan. Lekin juda ham zo'r ko'rinyapti. Domga o'xshab. Qadasan o'zing. Men chiqibman endi. Pechkamda kim narsa ishlayapti? Nima? Ana men o'zingga pechka yasa? Tosim yo'qda. Sizga qilib turay dedim-da, Muhammadjon Tosh aka. chopish bilan aka. Bo'lishim Narsalarni problem. olaman. Yemang bitta ortiqcha versda ko'p qoldi. Ortiqchasi o'rta. Hal shisha ham kerak, shisha eritish kerak. Nup aka, yaxshimisiz? Pashshaning qulaylikda bachalayman. Ana yo'qolib qolman yana. Nima, hoztirsang yana ko'payib qolar narsalar. Kim uxlamayapti? Men uxlayapman. Muhammadjon aka uxlamayapti. Mana endi kirdek. Onaram qo'yish vaqti keldi. Mana birinchi dash. Keraksiz narsalarni bu yerga qo'yib qo'yamiz. Ha, yana menga nimadir kerak-da shu. Ha, menga oyna ham kerak, oyna. Bitta ham temir ortib qolmaganmi nima? Men o'zimga lapotka yasamoqchi edim. Mayli. Toshli bo'lsa bo'laversin. Yasab bo'lmaykan. Kim o'tin yig'yapti bu yerda? Menga hozircha qum kerak. Bitta video qilayotgandik avval ukam bilan. 1000 stak shisha yig'ish. O'shanga vobshe ko'p shisha bo'lib ketdi-da. Muhammadjon aka, qarang, lobutga ikkita bo'ldi lekin mesta anam yo'q. Bachali narsalar zigarlardan birga sandiq solib qo'yaylikki, narsalarni almashtirib qo'yay. To'g'ri. Mana lobut
ikkita lapotgan bo'lak. Umuman ermitarda ichi solmayli. Ne? Chunki xatolik bo'ladi-da, yana shunaqa bo'lib qoladi. 6 bo'lgan somi 36 olsam yetadi. Umuman ermitarda ichi tiqmayli. Ko'payadi, keyin kamayadi. Nimadirlarni olib qo'ya baribir. Ko'paytirib bergan uchun ham. Men sandal yasab Shishalar yetadi, lekin kimdir mana shisham ishlatibdi. Pastga turgan. Uchinchi etajga ham chiqib qoldi. Endi bo'lsa men ko'miram kerak hali. Men ne rostaki sovuqmiz yo'qmi? Ko'mir kerak endi. Kimlar ko'mir bor? Menga yo'q. Men nechta nomni g'ishdan yasalaylarmi? 3 tagina g'ish. Ko'rdinglarmi sizlar ham? Yo'qmi? Ko'rdinglarmi? Menga mana bunaqa lapotka paydo bo'lib qoldi. Suvga kirib chiqdi. Meni kirib chiqmaydi. Ha, ko'mirda ana qo'ng'ir ko'mir ham bo'laveradi. O'tinni yasaymiz. O'tinni eritib. Kimdir g'ish topaman. G'ish erit boyankanavi sanga berdim dumaloq narsachi? Oqblok. Yana bitta. Ha, bo'l, yetadi shu. Endi bilan erit. Yerda? Ha, erit. Blokka aylantirdim. Yo'q, blokka bekor aylantiribdi. Yana qaytadan qilsa bo'ladi. Ha, bo'l, faqat 3 tasi yetadi. Endi 3 tasini pishir. Men mana bilan pishiryapman. Ismi chiqib ketdi qaqaliga. Kerak emas narsalarni suv qo'yamiz. Yil qani. Hamma. Tushib ketdim. Zo'rka. Men uchaman deb Ha. Va mana shu shishalarni bo'lyapmiz. Ayo, nima deyilini ko'r. Mayli bolalar, biza qaror. Xo'p bolalar, shunday qilib biza bir-birimiz bilan kelishib oldik. Shu videoni ikkinchi qismi 5 ta like bo'lgandan keyin emas, agar shu video sizlarga yoqqan bo'lsa, biz ikkinchi qismini chiqaraveramiz. Faqat sizlar obuna bo'lib, like bosib qo'ysanglar bo'ldi. Hammaga xayr.